Aka mana shunaqa qilishyapti hozir hamma chazorlarda. Keling biz ham bitta qilib ko'ramiz. Ketdik deyishimni kutyaptidingizda. Yo'q aka, adekvatniy odam bu ishni qilmaydi. Biz ham qilmaymiz. U endi o'zini mashinasi bo'lsa bu ishni qilmasdi-da. Sababi bu любой odam biladi, bu granatalar ketib qoladi, aka. Ходовой to'kiladi, to'kilgandan keyin bizani постоянный mijozimizga aylanasizda. O'shaning uchun bu hech kimga tavsiya bermaymiz. Bu o'zi ko'rinib turibdi-ku shu. O'zi bu bunaqa qilib olib, takoy maybixlarda qilsa bo'ladi, shuni to'g'ri. Endi maybixda o'zida sakraydigan rejim bor-da, JLS'larda. Bunda yo'q. Shuning uchun o'sha penda bosib, keyin anaqani ko'tarishligini, elektron ruchnikini ko'targaningizdan keyin gaz bosish kerak bo'ldi. Uni biz oddiy misol Nexia'larda ham qilinardi-da. Bu Nexia 1, Nexia 2larda qilardik. Lekin keyin borib servisga ko'rsatamiz. Buni lekin servis ko'rsatib, granatalarni almashtirish keyin sizlarda oddiy anaqa traditsiya bo'lib qoladi. Demak, shunaqa agar hamma qilayotgan bo'lsa, u to'g'ri degan narsa emas. Yo'q, 100%. Uzoq, unaqa qilib o'tirmanglar. Agar mana shunaqa foydali ma'lumotlar kerak bo'lsa, bizning profilga obuna